أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Avlod ovozliq asarlari. Shu Ayub qavmining imondan bosh tortgan takabbur cho'nglari. Ey shu Ayub, seni cho'qim agachkuchilaring, ya'ni sana iman etganlar bilan qo'shib shahrimizdan haydab chiqiramiz yoki cho'qim bizning dinimizga qaytishinglar kerak dedi. Shu Ayub, biz bunun her ikkilisini yaman ko'rdigan tursak, bizni yanılı şununga mecbur kılamsizlar dedi. Shu Ayub yana aytdi: Allah bizni sizlarning dininglardan qutuldurgandan keyin uningga qaytsak, albatta Allah'ga yalgan çaplagan bo'lamiz. Parvardigorimiz Allah xolisila biz sizlarning dininglarga qaytmaymiz. Parvardigorimizning ilmi hammani o'z ichiga oladi. Allohga tavakkul qildik. Ya'ni hamma ishimizni Allohga topshiramiz. Parvardigorimiz biz bilan qavmimizning orasida haq hukm chiqargin. Sen hukm chiqarguvchilarning eng yaxshisidirsan. Uning qavmining imonsiz cho'nglari, agar sizlar shu Ayubga agatsanglar, shubhasizki cho'qim ziyon tortisizlar dedi. Ularga qattiq zilzila yuzlandi. Ular o'ylarida o'ltirgan peti ketib qoldi. Shu Ayubni inkor qilganlar Allohning halok qilishi bilan go'yo bu yerda turmagandek, ya'ni yaşamagandek bo'lib qoldi. Shu Ayubni inkor qilganlar ziyon tortquchilardan bo'ldi. Shu Ayub ularga orqasini qilib: "Ey qavmim, sizlarga men albatta Parvardigorimning elchiligini yetkizdim va nasihat qildim. Men qandoqmi kofir qavmga qayg'uray?" dedi. Biz mayli qaysi shaharga bo'lsin, biror payg'ambar avatgan bo'lsak, shahar ahli uni inkor qilgan bo'lsa, ularning Allohga yalvurishlari, tavba qilishlari uchun ularni namratlikqa, kasallikka giribtor qildik. Ondan ularning beshiga kelgan kulfatni ne'matga aylantirdik. Shuning bilan ular ko'paydi. Ular bizning ota-bovlarimizning beshiga haqiqatan kulfatlar, ne'matlar kelgan edi. Bu zamonning odati, Allah tarafidan kelgan oqibat emas dedi. Ular xabarsiz turganda ularni ushtum tut halok qildik. Payg'ambarlarini inkor qilganlikdan halok qilingan shaharlarning aholisi iman etgan va kufrdan, gunohlardan saqlangan bo'lsaydi, albatta ularni osmon zaminning paravonliqlarga muyassar qilatdik. Lekin ular payg'ambarlarni inkor qildi. Shunga ularni o'z qilmishlari tufaylidan halok qildik. Payg'ambarlarni inkor qiladigan shaharlarning aholisi bizning azobimizning o'zlariga ketisi, g'aflatda uxlayotganlarda kelishidan qo'rqmamdu. Shaharlar aholisi bizning azobimizning shu vaqtida ular o'ynab turganlarda kelishidan qo'rqmamdu. Ular Allohning makridan, ya'ni ular tuyuqsiz turganda Allohning azob nozil qilishidan qo'rqmamdu. Faqat ziyon tortquchi qavmlar Allohning makridan qo'rqmaydi. Zaminning ilgiriki egilari halok bo'lgandan keyin zaminga varis bo'lg'uchilarni xohlasak, gunohi tufaylidan halok qiladiganligimiz, dillarini pechatlab etadiganligimiz ularga, ya'ni zaminga varislik qilg'uchilarga ayon bo'lmadimi? Ular haq so'zni anglamaydi. Shu shaharlar
ahalisinin bazı xabarlarini ey Muhammed sana hikoya qilib beramiz. Shak shubhisizki ularning payg'ambarlari ularga mo'jizalar elib kelgan edi. Ular ilgari haqni inkor qilganliklari uchun u mo'jizalarga iymon etmadi. Allah kafirlarning dillarini ana shundoq pechatlaydi. Ularning to'lisining ro'zi misaqda bergan va'dasiga vafo qiladiganligini bayqamadik. Ularning to'lisining sheksiz fosiqlar, ya'ni Allah'ның emri fermanıdın baş tartquchilar ekanligini bayqadik. Mazkur payg'ambarlardan keyin Musoni mo'jizlarimiz bilan Misrning Musa zamonidagi podshohi Fir'avnga va uning qavmining cho'nglariga payg'ambar qilib avatdik. Ular bu mo'jizlarni inkor qildi. Buzg'unchilik qilg'uvchilarning oqibatining qandoq bo'ladiganligiga qarag'in. Musa aytdi: "Ey Fir'avn, men haqiqatan olamlarning parvardigori avatgan payg'ambarman. Allah nomidan faqat haqiqatdan boshqani aytmaslikqa loyiqman. Rastilla parvardigoringlar tarafidan sizlarga mening rostligimni isbotlaydigan bir mo'jiza elib keldim. Shuning uchun İsroil avlodini men bilan qo'yib bergin. Men bilan billa ota-bobolarining vatani muqaddas zaminga borsin." Fir'avn Musaga: "Agar sen Parvardigoring tarafidan bir mo'jiza elib kelgan bo'lsang, bu da'voyingda rostchillardan bo'lsang, uni bizga ko'rsatgin" dedi. Musa hassini tashladi. U nagahan oshkori bir ajdahoga aylandi. Qo'lini yaqsidan chiqardi. U nagahan qarg'uvchilarga nur chaqnatib turgan oppoq ko'rindi. Fir'avn qavmining cho'nglari aytdi: "Bu haqiqatan nihoyat usta sehrgarkan. U sizlarni zimininglar, ya'ni Misr ziminidan haydab chiqarib etmoqchi. Nima maslahat bersizlar?" Ular aytdi: "Ularning ishini o'zing bir fikrga kelguncha ta'xir qilgin. Shaharlarga sehrgarlarni, yiqquchi kishilarni avatgin. Ular barliq usta sehrgarlarni sening huzuringga elib kelsin." Fir'avn sehrgarlarni yig'ishqa odamlarni avatdi. Sehrgarlar Fir'avnning qishig'iga keldi. Ular: "Agar biz g'alaba qilsak, bizga cho'qim mukofot berilamdi" dedi. Fir'avn: "Ha, mukofot beriladi. Uning ustiga sizlar cho'qim mening yaqin kishilarim bo'lib qolsizlar" dedi. Ular, ya'ni sehrgarlar: "Ey Musa, hasangni sen avval tashlamsan yoki biz o'zimiznikini avval tashlamdik" dedi. Musa: "Sizlar tashlanglar" dedi. Ular hasa arg'amchilarni tashlab, kishilarning ko'zlarini bog'ladi. Ularni, ya'ni kishilarni qattiq cho'chitibdi. Ular kishilarning ko'zlariga cho'ng ko'rinadigan sehrni ko'rsatdi. Musaga: "Hasangni tashlag'in" deb vahiy qildik. Musa hasini tashladi. U ajdahoga aylanib, ularning o'ydirma narsalarini darhol yutibdi. Haqiqat oshkor bo'ldi. Ularning ko'rsatgan sehrlari barbod bo'ldi. Bu yerda ular, ya'ni Fir'avn bilan qavmi mag'lub bo'ldi. Xor bo'lgan holda shaharga qaytdi. Sehrgarlar sajdaga bordi. Ular dedi: "Olamlarning parvardigoriga iymon etdik. Musa va Harunning parvardigoriga iymon etdik."
Piravin aytdi: "Sizlar men ruxsat qilmay turib Musaga iman etdinglar. Bu cho'qim sizlarning shahar, ya'ni Misrdagi chig'inglarda aholini shahardan haydab chiqarish uchun Musa bilan birlashib oldin planlagan hilanglardir. Sizlarni qandoq jazolaydiganligimni uzoqqa qolmay bilasizlar. Sizlarning qo'linglarni, putinglarni cho'qim o'ng chap qilib, o'ng qo'linglar bilan sol putinglarni yoki o'ng putinglar bilan sol qo'linglarni cho'qim kesiman. Ondan hammanglarni cho'qim darg'a esib o'ltirman." Sehrgarlar aytdi: "Biz albatta Parvardigorimizning dargohiga qaytquchilarmiz. Sen bizni faqat Parvardigorimizning bizga nozil qilgan oyatlarga iman etganligimiz uchunla ayblayotsan. Parvardigorimiz, bizga sabr ato qilgin. Bizni musulmon petimizcha qabzi ruh qilgin." Firavun qavmining cho'nglari Firavunga Musa bilan uning qavmini ziminda fitna fasod tug'dirishga, seni va sening ilohlaringni tashlashga qo'yib etamsan dedi. Firavun: "Ularning bolalarini o'ltiramiz. Ayollarini bo'lsa xizmatga selishga qoldirib qo'yamiz. Biz albatta ularning ustidan hukmronlik qilamiz" dedi. Musa o'z qavmiga: "Allohdan madad tilanglar, sabr qilinglar. Yer yuzi haqiqatan Allohning mulkidir. Allah uningga bandalaridan o'zi xohlagan kishilarni varis qiladi. Yaxshi oqibat taqvodorlarga mansub" dedi. Ular: "Sen bizga kelishdan burunmi, kelgandan keyinmi hamon xorlanib keldik" dedi. Musa: "Parvardigoringlarning dushmaninglarni halok qilishi, Misr zaminida ularning o'rniga sizlarni dastishi, sizlarning qandoq ish qiladiganliginglarga qarshi muhaqqaqdir" dedi. Allohga qasamki, biz haqiqatan Firavun va uning tavalarining ibrat elishlari uchun ularni qahatchilik bilan meyvelarining hosulini kemaytib etish bilan sinadik. Ular agar paravonlik, mo'lchilikdek biror yaxshilikqa erishsa, biz buningga haqliqmiz deydi. Agar ularga biror yomonlik kelsa, ular bu Musa va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarning shumliqidan keldi deydi. Ularga yetgan yaxshilik bilan yomonlik Musaning shumliqidan emas, Allohning taqdiridir. Lekin ularning to'lisi buni, ya'ni ularga kelgan balo qazoning o'z gunohlari tufayli Alloh tarafidan kelganligini uqmaydi. Ular, ya'ni Firavun qavmi, ko'zimizni bog'lash uchun har qanday mo'jiza keltirsangmi, biz sana hargiz ishonmaymiz dedi. Ularga suv ofatini, chekatga, pit, pasha, qon balolarini ro'shan mo'jizalar qilib avatdik. Allohga iymon etishga ularning gadankashligi yo'l qo'ymadi. Ular gunohkor qavm bo'ldi. Ularga balo nozil bo'lganda, ular: "Ey Musa, Parvardigoringga o'zining sana ato qilgan ahdi bilan, ya'ni sana bergan payg'ambarlikning haqiqiy hurmati bilan bizdan baloni ko'tarib yetishga duo qilsang. Allohga qasamki, agar bizdan baloni ko'tarib etsang, sana cho'qim iymon etimiz. İsrail avlodini cho'qim sen bilan birga qo'yib beramiz" degan edi. Ulardan baloni vaqtliq ko'tarib etgan chig'imizda ular to'satdan ahdlarini buzdi. Oyatlarimizni inkor qilganliklari va oyatlarimizdan g'ofil bo'lganliklari uchun ularni dengizga g'arq qilib jazoladik. Bo'zaq qilingan qavmni, ya'ni
Bani İsrailni biz bereketlik qilgan Şam zeminining sharq taraflariga va g'arb taraflariga, ya'ni hamma tarafga varis qildik. İsrail avlodi sabr qilganliklari uchun Parvardigoringning ularga qilgan chiroyli va'dasi to'liq ishga oshdi. Firavun va uning qavmining salg'anlari, ya'ni imoratlarini va yasig'anlari, ya'ni bog'lari va ekinzorliklarini vayron qildik. İsrail avlodini biz Qulzum dengizidan o'tkazib etdik. Ular butlarga cho'qinayotgan bir qavmning yenidan o'tganda, ey Musa, bizgimi ularning butlarga o'xshash but o'rnatib bergin dedi. Musa, sizlar haqiqatan nodon qavm ekansizlar dedi. Shubhisizki, ashu kishilarning botil dinlari gumroh bo'lg'usidir. Ularning qilgan amallari bekordir. Musa, Allah sizlarni zamoninglardagi jahon ahlidan ortiq qilgan tursa, sizlarga uningdan boshqa iloh izdamdim dedi. O'z vaqtida sizlarni Firavunning qavmidan qutqizdik. Ular sizlarga qattiq azobni tetitdi. O'g'illaringlarni o'ldiratdi. Ayollaringlarni xorlab ishiltishga elib qoladi. Buningda Parvardigoringlardan sizlarga zo'r sinoq bor edi. Musaga bizga munojat qilishga 30 kechini va'da qildik. Uningga yana 10 kechini qo'shdik. Shuning bilan Parvardigoringning va'da qilgan vaqti 40 kechi bo'ldi. Musa qerindishi Harunga: "Men qaytib kelganga qadar qavmimga mening o'rinbosarim bo'lib turg'in. Ularning ishini tuzigin. Buzuqchilik qilguvchilarning yo'lida mangmig'in" dedi. Musa biz va'da qilgan vaqtda kelgan va Parvardigori uningga bevosita so'z qilgan chaqda, "Parvardigorim, menga o'zingni ko'rsatgin. Seni bir ko'rib olay" dedi. Allah: "Meni bu dunyoda hargiz ko'rolmaysan. Chunki insonning bu ojiz teni buningga toqat qilolmaydi. Lekin taqqa qarg'in. Agar tog' o'rnida mahkam tura olsa, meni ko'ralaysan" dedi. Parvardigori taqqa tajalli qilish bilan tog'ni tüp-tüz qilib etdi. Musa behush bo'lib yiqildi. U hushiga kelib: "Parvardigorim, sen poktursan. Sana tavba qildim. Men sening ulug'lig'ingga ishonguchilarning avliman" dedi. Allah aytdi: "Ey Musa, men haqiqatan seni zamoningdagi kishilar orasida payg'ambarlikka va men bilan bevosita so'zlashishga tanladim. Sana men ato qilgan payg'ambarlikni qabul qilgin va shukr qilguvchilardan bo'lg'in." Biz uning uchun Tavrat taxtalarga İsrail avlodi dinida muhtoj bo'lgan vaz nasihat, dinni ahkomlarning hammasini tafsili yozdik. Ey Musa, uni, ya'ni Tavratni mahkam tutqin hamda qavmingni uningdagi eng go'zal ahkomlarga amal qilishga buyrug'in. Sizlarga fosiqlar, ya'ni Firavun va uning qavmining diyorini ko'rsataman. Yer yuzida nahaq takabburlik qiladiganlarga mening oyatlarimni fahm qildirmayman. Ular barliq mo'jizlarni ko'rgandimi uningga ishonmaydi. Ular
agar to'g'ri yo'lni ko'rsa, uningda mangmaydi. Gumrohlik yo'lini ko'rsa, uningda mangadi. Bu shuning uchunki, ular bizning oyatlarimizni inkor qildi va uningdan g'ofil bo'ldi. Bizning oyatlarimizni va oxiratda Allohga muloqot bo'lishni inkor qilganlarning qilgan yaxshi amallari imoni bo'lmaganligi uchun bekor bo'lib ketadi. Ularga faqat qilgan amallariga yarasha jazo beriladi. Musaning qavmi Musadan keyin, ya'ni Musa Parvardigoriga munojat qilish uchun Tur tig'iga ketgandan keyin zinnat buyumlardan mozaydek ovoz chiqaradigan bir jonsiz mozay yasadi. Ular mozayning o'zlariga so'zlayolmaydiganligini, yo'l ko'rsatolmaydiganligini ko'rmadimi? Ular uni ma'bud qilib oldi. Ular o'zlariga zulm qilguchi bo'ldi. Ular mozayga cho'qinganliklariga pushaymon qilgan va ras ozg'anliklarini tushungan chaqda, agar Parvardigorimiz bizga rahim qilmasa va mag'firat qilmasa, biz albatta ziyon tortquchilardan bo'lamiz dedi. Musa g'azablangan, g'amkin holda qaytib kelib qavmiga: "Men yo'q chaqda mozayga cho'qinib, naqadar yomon ish qildinglar ha? Kutib turmay Parvardigoringlarning amriga oldirab ketdinglarmi?" dedi. Va g'azablanganlikdan Tavrat taxtlarini yerga tashladi. Qarindishining chechidan tutib o'z tarafiga tortdi. Harun aytdi: "Ey qarindishim, bu qavm meni bo'zak topdi. Meni o'ltirayotgani tas qoldi. Meni dushmanlarga taparruj qilib bermagin. Meni zolim qavm, ya'ni mozayga cho'qinganlar qatorida sanamag'in." Musa aytdi: "Parvardigorim, menga va mening qarindishimga mag'firat qilgin. Bizni rahmeting doirasiga kirgizgin. Sen eng rahim qilg'uchi zotdirsan. Shubhisizki mozayni ma'bud qilib olganlar Parvardigorining g'azabiga uchraydi. Bu dunyoda xorliqqa qoladi. Allohga bo'hton chaplag'uvchilarga biz mushundoq jazo beramiz. Yomon ishlarni qilib qo'yib, keyin tavba qilgan va iymonida samimiy bo'lganlarni tavbasidan keyin Parvardigoring albatta mag'firat qiladi. Ularga rahim qiladi." Musa g'azabi besilgandan keyin yerda yotgan Tavrat taxtalarini oldi. Uningda Parvardigoridan qo'rquvchilarga hidoyat qilinadi va rahmat qilinadi deb yozilgan edi. Musa biz belgilab bergan vaqtda elib kelish uchun o'z qavmidan 70 kishini tanladi. Ularga zilzila yuzlanganda Musa: "Parvardigorim, xohlagan bo'lsang, ularni va meni burulla halok qilgan bo'larding. Aramizdagi ahmoqlarning qilmishi tufaylidan bizni halok qilamsan? Bu faqat sening siniqingdir. Shu orqali xohlagan bandangni ozdirsan, xohlagan bandangni hidoyat qilasan. Sen bizning egimizsan. Bizga mag'firat qilgin, rahim qilgin. Sen eng yaxshi mag'firat qilg'uchisan. Bizga bu dunyoda va oxiratda tegishlik yaxshilik qilgin. Biz haqiqatan sana tavba qildik" dedi. Allah aytdi: "Azobim bilan bandilarimdan xohlagan kishini azoblayman. Mening rahmetim maxluqotning hammasiga o'rtaqdir. Rahmetimni
küfrdən və günahdan saqlanğıçılarga, mallarının zakatını berdiganlarga və bizning oyatlarimizga iman etadiganlarga tegishli qilaman. Ular elchiga, ümmi payg'ambarga, ya'ni Muhammad alayhissalomga ergishidi. Ular o'z ilkidagi Tavrat, İncillarda uning suftining yezilganligini ko'rdi. Ularni yaxshi ish qilishga buyurdi. Yomon ish qilishdan to'sidi. Ularga pok narsalarni halol qiladi. Nopok narsalarni harom qiladi. Ularning eg'ir yukini yengiltidi. Ularni silingan taqoq, ko'zi kishanlardan bo'shtidi. Ya'ni ularga yüklengen eg'ir vazifalarni elib tashlaydi. Uningga iman etganlar, uni hurmatlaganlar, uningga yordam berganlar, uningga nozli qilingan nur, ya'ni Qur'onga ergashguchilar baxtga erishguchilardir. Ey Muhammad, aytqinki, ey insonlar, men haqiqatan sizlarning hammanglarga Allah tarafidan avatilgan elchiman. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Allah tirildirdi va o'ltirdi. Allohga va Allohning so'zlariga iymon keltiradigan elchisi ummi payg'ambarga iymon keltiringlar. Hidoyat tepishinglar uchun uningga ergishinglar. Musaning qavmining, ya'ni Bani Isroilning ichida kishilarni haq bilan to'g'ri yo'lga boshlaydigan, haq bilan to'g'ri hukm qiladigan bir jamoa bor. Ular Bani Isroilni 12 tarmoqqa, ya'ni qabilaga jamoalar qilib bo'lib etdik. Musaning qavmi bayavanda uningdan suv talab qilganda Musaga Hasan bilan toshni urg'in deb vahiy qildik. Musa Hasan bilan toshni uruvdi. Uningdan qabilalarning soni bo'yicha 12 buloq etilib chiqdi. Har qabila o'zining suv ichadigan o'rnini bildi. Ularga bulutni soyvan qilib berdik. Ularga taranjibin bilan bo'dinini tushirib berdik. Ularga aytdikki, sizlar biz rizqlandirilgan lazzatlik narsalardan yanglar. Ular bu ulug' ne'matlarga nonko'rlik qilish bilan bizga ziyon solg'ini yo'q. O'zlarini Allohning azobiga duchor qilishlari bilan o'zlariga o'zlari zulm soldi. O'z vaqtida biz ularga, ya'ni Bani Isroilning ota bo'g'ilariga, sizlar bu shahar, ya'ni Baytul Muqaddasda turinglar. U yerdagi yemekliklardan xohlaganinglarcha yanglar. Shahar darvozasidan sajda qilgan holda kiringlar. Kirayotgan chig'inglarda ey Allah, gunohlarimizni kechirgin danglar. Jimi gunohlarni mag'firat qilamiz. Yaxshilik qilguvchilarga savobini ziyoda beramiz dedik. Ularning ichidagi zolimlar ularga aytilgan so'zlarni, ya'ni Allohning amrini boshqa so'zlarga o'zgartib etdi. Ular zulm qilganliklari uchun ularga osmondan azob avatdik. Ular, ya'ni Yahudilardan dengiz, ya'ni Qulzum dengizi bo'yidagi Ayla shahrining ahvolini so'rag'in. Uning aholisi beliq tutush cheklangan kun shanbada Allohning cheklamasidan chiqatdi. Chunki shanba kuni beliqlar suv ustidan ularning oldiga keladi. Shanbadan g'ayri kunlarda ularning oldiga kelmaydi. Fosiq bo'lganliklari uchun ularni mushundoq sinaymiz. O'z vaqtida ularning ichidagi bir jamoa odamlar Allah halok qiladigan yoki qattiq azoblaydigan qavmga nima uchun vaz nasihat qilisizlar dedi.
Ular, yani vaz nasihat qilg'uvchilar, Parvardigoringlarning oldida gunohga sukut qilib turdik deb o'zlari aytmasligimiz va ularning Allohdan qo'rqib, gunohdan chekinishlarini umid qilganligimiz uchun shunda qildik dedi. Ular o'zlariga qilingan vaz nasihatni qabul qilmagan chaqda yomon ishdan mani qilg'uvchilarni qutqizdik. Allah'ның əmridən çıqqanlıqları üçün zalimlarni qattiq azabqa duçar qıldıq. Ular nəhi qılınğan nərsini tərk etişdən baş tartqanlıqları üçün ularga xar maymun bo'lib ketinglar dedik. Ey Muhammed, öz vaqtida Parvardigoring ularga, yani Yahudilarga qiyomatgacha cho'qim qattiq azoblaydigan kishilarni əvətib turduğanlıqını xəbər qıldı. Şübhəsizki, Parvardigoring asilik qılğıçılarını əlbəttə tez cəzalıqçıdır. İtaat qılğıçılarga əlbəttə məğbirət qılğıçıdır, mərhəmət qılğıçıdır. Ularni, yani Yahudilarni yeryüzüdə türlük firqələrə bölüb etdik. Ularning içində yaxşılarımı var, yaxşılardan tövellerimi var. Ularning küfrdən və günahdan qaytışları üçün ularni qattiqchilik və kengchilik bilan sinadik. Ulardan keyin yaman avlodlar Tavratga varislik qildi. Ular bu dunyoning arzimas pul melini halol bilan haromni ayırmay qora quyuq oladi və bizni Allah apu qılıdı deydi. Şundaq, pul mal ularning qo'liga kelsa, ular yana oladi. Kitobda, yani Tavratda Allohga yolg'on chaplamay, faqat haqnila aytishlari to'g'riliq ulardan chin va'da elinmadimi? Halbuki ular Tavratdagi narsalarni o'qigan edi. Haramni terk etib, Allah'tan qorqıdığanlarga ahiret yaxşıdır. Bunu düşünmemsizler? Kitapni məhkəm tutudğanlar, namaz oquyduğanlar savabqa erişidu. Biz yaxşı iş qılğıçılarning əcrini haqiqatan zaya qilib etmeymiz. Öz vaqtida tur tağni qo'murib, ularning ustiga soyivandek tikladik. Ular tağni üstleriga tushib ketidi deb o'yladi. Ularga aytdikki, taqvodorlar qatorida bo'lishinglar uchun o'zinglarga berilgan kitobni, ya'ni Tavratni mahkam tutinglar. Uningdagi ahkomlarga amal qilinglar. O'z vaqtida Parvardigoring odam bolalarini, ya'ni naslini ularning otalarining pushtidan chiqardi va ularni o'zlariga guvoh qilib, "Men sizlarning Parvardigoringlar emasmi?" dedi. Ya'ni Allah o'zining ularning Parvardigori ekanligiga va birligiga odam bolalarini iqror qildirdi. Ular iqror qilib, buni o'z ustiga oldi. Ular, "Ha, sen bizning Parvardigorimizdirsan, guvohlik berdik" dedi. Ularni guvohlik bergizganligimiz qiyomat kuni ularning biz buningdan g'aflatda qolgan ekanmiz demasliklari yoki ota bobolarimiz ilgari sana butlarni sherik keltirgan edi. Bizning faqat ularning avlodi bo'lib qolgan yerimiz bor, ya'ni bizning o'zimiz bor. Gumrohlarning qilmishlari tufaylidan bizni halok qilamsan demasliklari uchundir. Ularning gumrohlikdan ota bobolarga agishishdan qaytishlari uchun oyatlarimizni mushundaq tafsiliy bayon qilamiz. Ey Muhammed, ular, ya'ni Yahudilarga shundaq bir odamning qissasini o'qib berganki, uningga oyatlarimizni berdik. Ya'ni Kitobullahning ba'zi ilmlarini o'rgatdik. U oyatlarimizdan o'zini tortdi.
uningga shayton apridi bo'lishi bilanla gumrohlardan bo'lib ketdi. Agar biz xohlasak, uni taqvodor o'limalar darajasiga ko'taratdik. Lekin u dunyoga berilib ketdi. Nafsi xohishiga bo'ysundi. U go'yo bir itga o'xshaydi-ki, uni qo'g'livatsangmi, tilini chiqarib hasiraydi. Qo'g'livatmasangmi, tilini chiqarib hasiraydi. Bu bizning oyatlarimizni inkor qilgan ana shu qavmning misolidir. O'ylab beqishlari uchun bu qissani qavminga so'zlab bergin. Bizning oyatlarimizni inkor qilib, o'zlariga ziyon solgan qavmning misoli nima degan yomon. Allah hidoyat qilgan odam hidoyat topquchidir. Allah gumroh qilgan odam ziyon tortquchidir. Shak shubhisizki, jin va insonlardan nurg'unlarini dozoqqa yiqilg'u bo'lish uchun yaratdik. Ular dillari bo'lg'ini bilanmi, u orqali haqni tushunmaydi. Ular ko'zlari bo'lg'ini bilanmi, u orqali Allah'ның qudratining dalillarini ko'rmaydi. Ular quloqlari bo'lg'ini bilanmi, u orqali Allah'ның oyatlarini ibrat elib ting'shimaydi. Ular go'yo hayvonga o'xshaydi. Hayvondanmi battar gumrohdir. Ani shular g'ofildir. Allah'ның go'zal ismlari bor. Allah'ni shu go'zal ismlari bilan atanglar. Allah'ның ismlarini kelmas qo'llanadiganlarni tark etinglar. Ular oxiratda qilmishlarining jazosini tortadi. Biz yaratgan ummatlar ichida haq yo'lga da'vat qiladigan va haqda ching turadigan bir ummat bor. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni tuydurmasdan asta halokatga yaqinlashtiramiz. Ularga mühlet bermen. Mening azobim haqiqatan qattiqdir. Ular o'zining hamrohi, ya'ni Muhammad alayhissalomning majnun emasligini o'ylamamdu. U faqat oshkora ogohlantiruvchidir. Ular osmonlarning va zaminning saltanati ustida, Allohning yaratgan mahluqotlari ustida, o'zlarining ajili yiqilishidiganligining mumkinligi ustida fikr yurgizmamdu. Ular kalamulloh ekanligi shuncha ro'shan bo'lgan Qur'ondan boshqa yana qaysi so'zga ishonadi? Allah ozdirgan kishini hidoyat qilg'uchi bo'lmaydi. Allah ularni gumrohliklarida qo'yib berdi-ki, ular tengirqab yuriydi. Ey Muhammad, ular senden qiyomatning qachon bo'ladiganligini so'raydi. Aytqinki, uning qachon bo'ladiganligini faqat Parvardigorim Alloh biladi. Uni faqat o'zi belgilagan vaqtda maydonga chiqaradi. Qiyomat osmonlarning va zaminning ahliga eg'ir vaqadir. U sizlarga tuyuqsiz keladi. Go'yo sen qiyomat bilan nihoyatda tonishdek, uni sendan so'rashidi. Aytqinki, uning vaqtini faqat Alloh biladi. Lekin kishilarning to'lisi uning vaqtining maxfiy bo'lishidagi sababini bilmaydi. Allah xohlamagan ekan, o'zimga foyda yetkazish, ziyonni o'zimdan dabi qilish qo'limdan kelmaydi. Qiyomatning qachon bo'lishini qandoqmi bilay? Agar men g'ayibni biladigan bo'lsam, dunyo manfaatlaridan nurg'un manfaat hosil qilgan bo'lardim. Ziyon zahmatga uchirmagan bo'lardim. Lekin men g'ayibni bilmayman. Shunga menga taqdir qilingan yaxshi yomonlik yetib turdi. Men faqat iymon etadigan qavm uchun ogohlantiruvchi va xush xabar berguchi qilib avatilgan payg'ambarman. U sizlarni bir jondan, ya'ni Odam alayhissalomdan yaratdi. Odam alayhissalomning
unisi ülpet elişi üçün xotunini, yani Havvani onun öz cinisidan yarattı. Xotuni bilan yaqinchilik qilgandan keyin xotuni yenikkini qo'rsoq ko'tirib, eg'ir bo'y yurdi. U balaning qo'rsoqda o'sib cho'ngiyishi bilan eg'irlashgandan keyin xotin ikkaylan Parvardigori Allohga agar bizga a'zolari bejirim farzand ato qilsang, nimmatingga albatta shukr qilg'uvchilardan bo'lamiz deb duo qildi. Allah ularga bejirim o'g'il farzand ato qilgan edi. Ularning avlodi Allohga sherik keltirib, butlarga cho'qindi. Allah ularning sherik keltirgan ma'budlardan pokdir. O'zlari yaratilgan, hech narsani yaratolmaydigan narsalarni, ya'ni butlarni Allohga sherik keltiramdi. U narsalar cho'qing'uchilarga yordam berolmaydi. Ularni to'g'ri yo'lga chaqirsanglar, ular sizlarga ergashmaydi. Mayli ularni da'vat qilinglar yoki jim turinglar, bu ular uchun baribir o'xshash. Ya'ni sizlar qaysi holatda bo'lmanglar, ular sizlarning da'vatinglarga javob qaytarishga qodir emasdir. Sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan butlar sizlarga o'xshash maxluqotlardir. Ularni iloh degan da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, ularga duo qilib beqinglar. Duoyinglarni ijobat qilib boqsin. Ular, ya'ni butlarning mangadigan putlari bormi? Yoki tutadigan qo'llari bormi? Yoki ko'radigan ko'zlari bormi? Va yoki anglaydigan quloqlari bormi? Ey Muhammad, ularga aytqinki, sheriklikinglarni, ya'ni butlaringlarni men qarshi chaqiringlar. Ondan qo'linglardan kelishcha menga ziyonkashlik qilinglar. Azroqmi muhlat bermanglar. Men Allohga yo'langanlikim uchun sizlarga parvo qilmayman. Haqiqatan kitobni, ya'ni Qur'onni nozil qilgan Allah mening egamdir. U yaxshilarga igidorchilik qiladi. Sizlarning Allohni qo'yib ibodat qiladigan butlaringlar sizlarga yordam berolmaydi. O'zlariga yordam berolmaydi. Agar ularni hidoyatga da'vat qilsanglar, ular hidoyat topmoq tugul da'vatingni anglamaydi. Ular san qarab turgandek ko'rinsimi, lekin ular ko'rmaydi. Apuni do'st tutqin. Yaxshilikqa, ya'ni yaxshi so'z qilishqa, yaxshi ish qilishqa buyrug'in. Nadonlar bilan tang bo'lmag'in. Ya'ni nadonlarning qilg'inini qilmay, ularga mulohim bo'lg'in. Agar shayton sana vasvasa qilsa, shaytonning vasvasasidan Allohga sig'inib panoh tilegin. Allah haqiqatan so'zingni anglab turg'uchidir. İşini bilib turg'uchidir. Taqvodor kishilar shaytonning vasvasasiga uchirsa, Allohni eslaydi-da, haqiqatni ko'rib bilib, shaytonning vasvasasidan xalos topadi. Shaytonlar kuffar birodarlarini bo'lishcha ozdiradi. Ularni ozdirishdan bo'shib qolmaydi. Ular talab qilgan mo'jizalardan biror mo'jizani keltirmasang, uni nimishqa o'zing ijod qilmading deyishadi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, ish mening ilkimda emas. Men faqat Parvardigorim tarafidan menga vahiy qilinganlig'a amal qilaman. O'zlikimdan mo'jiza yaratolmayman. Bu Qur'onda sizlarga Parvardigoringlar tarafidan keltirilgan dalillardir. Qur'on boshqa mo'jizalarga ehtiyoj qoldirmaydi. Iymon etgan qavm uchun hidoyatdir va rahmatdir. Allohning rahmatiga erishishinglar uchun Qur'on o'qilgan chaqda
uni diqqat bilan anglanglar va jim turinglar, ya'ni so'z qilmanglar. Parvardigoringni yelingan va uningdan qo'rqqan holda ichingda yod etgin. Attiganda oqshomda uni past ovozda zikr qilgin. G'ofillardan bo'lmag'in. Parvardigoringning dargohidagilar, ya'ni farishtalar Allohga ibodat qilishdan bosh tortmaydi. Allohga tasbih aytadi va uningga sajda qiladi. Avlod ovozliq asarlari. Sura Anfal 75 oyat. Madinada nozil bo'lgan. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey Muhammad, sahobalarning g'animatlarni qandoq taqsim qilishing to'g'riliq sendan so'rashidi. Ularga aytqinki, g'animatlar to'g'risida hukm chiqarish Allohga va uning payg'ambariga xosdir. Allohdan qo'rqinglar. Ixtilof qilishmay, ittifoq bo'lib, oranglarni tuzanglar. Agar sizlar mu'min bo'lsanglar, Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qilinglar. Faqat Alloh yod etilsa, dillarda qo'rqinish paydo bo'ladigan, Allohning oyatlari tilovat qilinsa, iymoni kuchaydigan, Parvardigorga tavakkul qiladigan kishilarlar komil mu'minlardir. Ular mukammal ravishda namoz o'qiydi. Biz ularga rizq qilib bergan pul moldan Xudo yo'lida sarf qiladi. Ani shular haqiqiy mu'minlardir. Ular Parvardigorining dargohida yuqori martabalarga, mag'firatga va esil rizqqa, ya'ni jannatning tugumas ne'matlarga erishadi. G'animat taqsimoti to'g'risidagi hukmning Allohga va uning payg'ambariga xos qilinganligini, ularning yoqtirmaganligi Parvardigorining seni haqliq ravishda uyingdan, ya'ni uying joylashgan Madinadan urushga chiqarganligini, ularning yoqtirmaganligiga o'xshaydi. Müminlerden bir guruh adam düşmanga qarshi urushga chiqishni albatta yomon ko'rdi. Ular go'yo alomatlar ko'rinib turayotgan o'limga haydilayotgandek. Haqiqat oydinlashgandan keyin haqiqat, ya'ni urushga chiqish masalasi ustida sen bilan munozirlashadi. O'z vaqtida Alloh ikki guruh, biri mushriklar karvoni, yana biri mushriklar qo'shonidan birining qo'linglarga keltirilishini va'da qildi. Sizlar qurolsiz guruhning, ya'ni karvonning qo'linglarga keltirilishini yoqtirdinglar. Alloh o'z so'zlari orqali haqni haq qilishni, ya'ni islom dinini ustun qilishni, kofirlarning yiltizini quritishni xohlaydi. Alloh gunohkor odamlarning yoqtirmag'iniga qaramay, haqni haq, ya'ni islomni oshkor qiladi. Botil, ya'ni kufrni barbod qiladi. O'z vaqtida duo qilib, Parvardigoringlardan yordam tiladinglar. Alloh sizlarga orqa tushadigan ming farishta bilan yordam beraman deb duoyinglarni ijobat qildi. Alloh sizlarga faqat g'alaba qiladiganliginglarga bishorat berish va ko'nglingizni orom topqizish uchun yordam berdi. Yordam faqat Alloh tarafidan keladi. Alloh haqiqatan g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. O'z vaqtida Alloh tinchlantirish yuzidan sizlarga uyqu beg'ishladi. Tahorat elib, g'usl qilib, pok bo'lishinglar uchun
sizlardan shaytonning vasvasasini ketkizish uchun Allohning yordamiga ishonch qilib, ko'nglinglarning to'q turishi uchun, qadaminglarning qumga petib ketmay, mazmut turishi uchun Alloh sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. O'z vaqtida Parvardigoring farishtalarga: "Men sizlar bilan birga mu'minlarni urush maydonida sabotlik qilinglar. Kofirlarning dillariga qo'rqinch solaman" deb vahiy qildi. Qilish bilan kofirlarning gadanlariga chepinglar, ya'ni boshlarini kesinglar. Ularning barmoqlariga, hamma a'zosiga chepinglar. Bu shuning uchunki ular Allohga va uning payg'ambariga qarshilik qildi. Kimiki Allohga va uning payg'ambariga qarshilik qiladi ekan, Alloh uni qattiq jazolaydi. Ey kofirlar jamoasi, bu dunyoda mushundoq jazoni tetinglar. Kofirlar oxiratda do'zax azobiga duchor bo'ladi. Ey mu'minlar, kofirlarning hujumiga duch kelgan chig'inglarda ularga orqanglarni qilmanglar, ya'ni qochmanglar. Kimiki qayta urushish yoki yordam tilash uchun musulmonlar jamoasiga qo'shilish maqsadida bir tarafga yo'tkilish qilmasdan, balki dushmanga orqasini qiladigan, ya'ni qochadigan, u haqiqatan Allohning g'azabiga uchraydi. Uning joyi do'zax bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy? Ey musulmonlar, Badrda ularni, ya'ni mushriklarni sizlar o'z kuchinglar bilan o'ltirguninglar yo'q. Balki amalda ularni sizlarga yordam berib, ularning dillarida qo'rqinch paydo qilish bilan Alloh o'ltirdi. Ey Muhammad, bir siqim to'pini mushriklarga otqiningda sen otmading. Balki amalda uni mushriklarning ko'zlariga Alloh otdi. Allohning bunda qilishi mu'minlarga savob, g'alaba, g'animatlardan iborat chiroyli in'omlarni ato qilish uchun edi. Alloh haqiqatan ularning so'zlarini anglab turg'uchidir. Niyatlarini, ahvollarini bilib turg'uchidir. Bu Allohning mu'minlarga bergan in'omidir. Alloh kofirlarning hilisini cho'qim mag'lub qilg'uchidir. Ey kuffarlar jamoasi, agar sizlar g'alibini tilasanglar, g'aliba allaqachon sizlarga keldi. Ya'ni u sizlarning ziyninglarga keldi. Agar payg'ambar bilan dushmanlashishdan yonsanglar, bu sizlar uchun yaxshidir. Agar uning bilan yana urushsanglar, biz uningga yana yordam beramiz. Qo'shininglar ko'p bo'lgan taqdirdimi, u sizlardan hech narsani dabi qilib berolmaydi. Alloh haqiqatan mu'minlar bilan birgadir. Ey mu'minlar, Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Sizlar Qur'onni anglab turib, uningdan yuz o'rmanglar. Anglamay turib, angladik degan kishilarni, ya'ni kofirlarni doğrumanglar. Shubhisizki Allohning nazarida hayvonlarning eng yomoni haqni anglamay gas bo'lib olgan, haqni so'zlamay gachi bo'lib olgan, yaxshi yomonni farq etmay aqlini yo'qotgan kishilardir. Agar Alloh ularda biror yaxshilik bor deb bilsaydi, albatta ularga haqni anglatadi. Ularga anglatgan taqdirdimi, ular haqdan albatta yuz o'rgan holda bosh tortadi. Ey mu'minlar, Alloh va uning payg'ambari sizlarni tirildiradigan, ya'ni abadiy hayotga erishtiradigan iymonga da'vat qilsa, uni qabul qilinglar. Bilinglarki,
Allah kishi bilan uning qalbi orasida to'salg'i bo'la oladi. Ya'ni kishining dilini egisining xohishi bo'yicha emas, balki o'z xohishi bo'yicha tasarruf qiladi. Qiyomat kuni sizlar Allohning dargohiga yig'ilasizlar. Sizlarning oranglardagi zulm qilganlarning beshiga kelish bilanla cheklanib qolmaydigan balo qazodan saqlaninglar. Bilinglarki, Allohning azobi qattiqdir. Yod etinglarki, o'z vaqtida sizlar Makka zaminida ozsonliq bo'lib, bo'zaq qilingan edinglar. Kishilar, ya'ni mushriklarning talon-taroj qilishidan qo'rqatdinglar. Shukr qilishinglar uchun Allah sizlarni Madinada yerlashtirdi. Badr urushida o'z yordami bilan sizlarni kuchlantirdi. Sizlarga halol narsalar, ya'ni g'animatlarni rizq qilib berdi. Ey mu'minlar, Allohga, payg'ambarga xiyonat qilmanglar. Sizlarga qo'yiladigan omonatlarga bilib turib xiyonat qilmanglar. Bilinglarki, sizlarning mollaringlar, ballaringlar sizlar uchun bir turlik sinoqdir. Allohning dargohida cho'ng savob bor. Ey mu'minlar, agar Allohdan qo'rqsanglar, Allah sizlarga haq bilan botilni ayiradigan hidoyat ato qiladi. Gunohinglarni kechiradi. Sizlarga mag'firat qiladi. Allah katta fazil egisidir. Ey Muhammad, o'z vaqtida kafirlar seni qamoqqa elish yoki o'ltirish va yoki Makkadan haydab chiqarish uchun mikr ishlatdi. Ular mikr ishlatdi. Allah ularning mikrini barbod qiladi. Allah'ның tədbiri ularning mikrdən önümlükdür. Ularga bizning oyatlarimiz tilovat qilinsa, ular biz bu so'zlarni allaqachon anglagan edik. Agar xohlasak, uningga o'xshash so'zlarni bizmo albatta qila olaydik. Bu faqat burunqilardan qolgan afsonalardir, dedi. O'z vaqtida ular, agar bu, ya'ni Qur'on sening tarafingdan nozil bo'lgan haqiqat bo'ladigan bo'lsa, osmondan ustimizga tosh yog'dirgin yoki bizni qattiq azob bilan jazolig'in, dedi. Sen ularning ichida turgan chig'ingda seni hurmatlash yuzidan Allah ularga azob qilmaydi. Ular istig'for etib turgan chaqda Allah ularga azob qilmaydi. Ular boshqalarning masjidi haramga kirishini to'sib olsa, Allah ularga nimishqa azob qilmasin? Ular masjidi haramning egilari emas. Masjidi haramning egilari taqvodorlardan boshqalar emasdir. Lekin buni ularning to'lisi bilmaydi. Ularning masjidi haramning yenidagi ibodati faqat isqirtmoq, chavak chalmoqdan iborat bo'ldi. Ey kafirlar, kafir bo'lganliginglar tufaylidan dunyo va oxiratning azobini tetanglar. Shubhisizki, kafirlar mal mulklarini, boshqalarni Allohning yo'lidan to'sish uchun sarf qiladi. Sarf qilingandan keyin ularning mal mulklari ularga hasrat elib keladi. Oxiri ular yengiladi. Kafirlar jahannamga haydab kirgiziladi. Allohning ularni dunyoda mag'lub qilishi, oxiratda jahannamga haydishi kafirni mu'mindan farqlantirish uchundir. Allah hamma kafirlarni ustiga dövlab to'plagandan keyin dozoqqa tashlaydi. Ani shular ziyon tortquchilardir. Ey Muhammad, kafirlarga aytqinki, agar ular kufridan, payg'ambar bilan dushmanlashishdan yansa,
ularning o'tganki gunohlari mag'firat qilinadi. Agar ular payg'ambar bilan qayta dushmanlashsa, o'tganki payg'ambarlarimni inkor qilganlarni halok qilish mening tutgan yo'lim bo'lib keldi. Ularni shunday qilaman. Fitna tugagan, din butunlay Alloh uchun bo'lganga qadar ular bilan urushinglar. Agar ular kufrdan yansa, Allah ularning qilmishlarini ko'radi. Agar ular iymondan yuz o'risa, ey mu'minlar, bilinglarki Allah sizlarning madadkoringlardir. Allah nima degan yaxshi madadkor, nima degan yaxshi yordamchi. Avlod ovozliq asarlari.